Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hamma erkak ham o'zini erkakman deydi. Aslida shariat maqtagan haqiqiy rijol musulmon erkak qanday bo'lishi kerak debdilar. Birinchidan, Alloh o'zi Qur'onda aytgan mana, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahdulloh alayh. Mu'minlardan shunday rijol erkaklar borki, Allohga bergan ahdiga sodiq. Aslida erkaklik Allohga bergan ahdda turish birinchisi mana shu. Allohga bergan ahd, ya'ni bu biz al-misoq vaqtida Allohga bergan va'damiz, senga bandalik qilamiz, osiylik qilmaymiz degan va'damiz va keyin islomga kirganda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh der ekanmiz. Bu ham Allohga va'da. Ya'ni mana shu la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohning shartlariga, shu kalima taqozo qilgan narsalarga amal qilaman degan va'da bu Allohga. Ana shunda turib bergan inson ana shu erkak bo'ladi. Unda turib berish ba'zan kerak bo'lsa ota-onadan voz kechishni talab qiladi. Xotin bola chaqadan, uy-joydan, kasb-hunardan, vatandan, ishdan. Mana Alloh Qur'onda buni aytgan-ku. In kana abaukum aw abnaukum aw ikhwanukum oyatida, Tavba surasida ota-bolalaring, bola chaqalaring, aka-ukalaring, kasodga uchrashdan qo'rqadigan tijoratlaring, sizlar rozi bo'lgan maskanlaring, Allohdan, Rasulidan, uning yo'lida jihoddan sizlarga suyukli bo'lsa deb Alloh mana shularni hammasini bir pallaga qo'yib, keyin bu pallaga Allohni va Rasulini va uning yo'lida jihodni bir pallaga qo'ygan. Mana shundan bilinyaptiki, demak hech narsaga qaramasdan Alloh Rasulini rozi qilaman deyish ana shu erkaklik degan aslida. Aks holda inson masalan qancha tosh ko'tarmasin, qancha pahlavon bo'lmasin, Allohga bergan va'dasiga vafo qilmay, hali ota-onamidi, hali uy-joyimidi, bola chaqamidi, xotinimidi, ishimidi deb o'tirsa, bu odam erkak deyilmaydi. Erkak ish emas bu, ya'ni. Asl yuqorida aytilgan Allohga bergan ahdiga vafo qilgan rijollar degan oyatda ham o'sha narsa nazarda tutilgan. Hech narsaga qaramay shu Allohni rozi qilishni istagan sahobalar, o'shalar madh qilingan, ya'ni. Mana shunda shu insonni haqiqiy erkak deyiladi. Endi bundan keyin ikkinchi darajada keyin qolgan hozirgi zamondagi masalan erkaklik o'zi shariatda ham aytilgan narsalar, shu erkaklik vasflari unga kiraveradi. Ya'ni masalan va'daga vafo qilish, boshqalar bilan hamda, ya'ni mard bo'lish, masalan mayda gap bo'lmaslik. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siratlariga qarasak, ayollar bilan muomalada ayniqsa, ya'ni hamma narsani ayollar bilan sen menga borib urmaganlar. Arrafa ba'dahu a'rada an ba'd degandek Alloh ba'zi narsalarni gapirib, ba'zisidan yuz o'girib qo'yurganlar. Hamma narsani ikir-chikirigacha kovlashtirmaydi. Bu ma'lum o'zi. Inson qanchalik masalan erkakligi pasaygan sari shunchalik mayda gap bo'lib boradi. Qanchalik erkakligi kuchaysa bir insonni, shunchalik beparvo bo'lib boradi. O'lmaysanmi deydi hammaga qarab. Xotingami, boshqagami, ko'chada birov baqir-chaqir qiladimi? Mana qarang, zaif odamlar ko'chada birov baqirsa, o'sha bilan qo'shilib baqirishib ketaveradi. Hamma bilan teng bo'lib, yosh bilan ham, katta bilan ham, erkak bilan ham, ayol bilan ham urushib, janjal qilib, olim bilan ham, olim bilan ham, johil bilan ham. Bu odam zaif erkak degani. Ammo quvvatli odamlar ishi yo'q hech kimga buni. Kulib qo'yib, indamay o'tib ketaveradi. Alloh mana mo'minlar sifatida aytgandek, "Idza xotabahumul jahiluna qalu salama." Johillar gapirsa, yaxshi holda o'tib ketaveradi degan. Haqiqiy erkak odam shunaqa bo'ladi. Ammo erkakligi past odam hamma bilan o'rlashaveradi, ya'ni. Kattani katta demaydi, kichkinani kichkina demaydi, ayolni ayol demaydi, erkakni erkak demaydi. Mana shunaqa sifatlar bor qolgan o'rnida yana bu kelaveradi. O'z-o'zidan ma'lum, buni o'zi urf-odat hal qiladi u yog'ini. Erkakmisan deydi-ku o'zimizda ham, qarab bir odamga shunaqangi bir mayda gap, titimsoq, mayda ish, tabiat shunaqangi bir past tabiat odam bo'lsa, ya'ni buni o'zi qolganini urf-odat hal qiladi. Birinchi o'rinda asos o'sha Allohga bergan ahdda turib berish. Alloh alam.